Yana bir oy muhlat berib turing, opa, mana shu oy aniq bitkazib beramiz. 1 yil tushundim, yetadi. Sizlarni studiyadan yozib beraman. Sudda gaplashamiz. Kutubxonadalasizmi? Assalomu alaykum. Marhamat, va alaykum assalom, o'tiringizlar. Nimaga opa? Nima masala bo'lyapti? Uyimga cho'pli pol bilan kafil terdirmoqchi edim. Bularga ishni berganimga 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri cho'zib yurganim mayli. 2 marta xomashyo berdim, hammasini rasosini chiqarishibdi. Ustilardan yozib beraman yoki hammasini to'lab berishsin. Rostdan shunaqa holat bo'ldimi usta aka? To'g'risi, tirikchilikda yurgan odammiz aka. Yana bitta ish olgandik, qo'shimcha opa bilan parallel. Shogird bolalar chopli polni ishlankasini teshib qo'yibdi-da, keyin bir ikkita kafellarni ham sindirib qo'yishibdi. Lekin qilib beramiz, opa. Qachon? 1 yildan beri cho'zib yuribsiz. Yetkizgan zararlaringga qo'shib ketgan vaqtni ham to'latib olaman. Tushundingizmi? Qizishmang opa. Sizga yetkazilgan zararni sud tartibida undirib olib beramiz. Hozir bunaqa holatlar juda ko'p uchrayapti. Keyingi safar agar qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, sizga tavsiya qilaman Comfort Leader jamoasini juda ham ishonchli va sifatli tarzda ishlaringizni bitkazib berishadi. Eng qulay tomoni, bular avvaldan pul olishmaydi. Ishni bosqichma-bosqich bitkazib, bir ish tugagandan so'ng ikkinchi ishga o'tishdan avval siz bilan hisob-kitob qiladi. Yana bir qulay tomoni, huquqiy tomonlama agar shartnoma qilishingiz kerak bo'lsa, bular siz bilan ham og'zaki shartnoma qilishi mumkin, ham rasmiy tarzda huquqiy hujjat asosida shartnoma qilishlari mumkin. Hozirgi holatingizda ustalar bilan og'zaki kelishgansiz. Ushbu holatda siz yetkazilgan zararni undirib olishga ozgina qiynalasiz. Lekin Comfort Leader bilan huquqiy tomonlama shartnoma imzolaganingizdan so'ng, agar ular sizga zarar yetkazadigan bo'lsa, ertaga sud tartibida bemalol barcha zararlarni undirib olishingiz mumkin. Ham shartnoma sizga yetkaziladigan zararlarni huquqiy kafolati hisoblanadi.